Uni belidan o'shalar o'zi turaveradi. Qochib turing. Rahmat. Xotiningni maqtashing shart emas. Sen tursang bo'ldi. O'zi qora bo'lganmi, qalbi oq. Ha? Polvon aka, bunday qil ayollar ko'tar. Dalaga mashina qo'yib qo'ysa, ikkita yoniga konserva qo'ysa, qo'riqchi. Sana qara, masxara ovoz. Bor turamiz, orqaroqdan. Bo'ladi. Bo'ladi polvon. Voy birodarlar, bu holatda yerga yiqilib ko'ring, nafas ola olmay qolasiz. Bola shishik o'zini tashlayapti. Agar o'tib ketsa, qoyil qolsiz, qarasak olasiz. Qani marhamat. Bo'ldi, o'tasiz. O'zi yaxshi deb qochib turing, o'tirib oling siz. Chekdan ochib qo'ying. Ketdik. Yor bo'lib. Hop. Ya, to'xtang. Xonmurajon, orqa badaningiz ozgina tegdi-da. Bu tomondan, bu tomoniga bir ko'raylik. Ha, qiynaymiz sizni. Zam turib oling bo'lmasa. Shela qo'ring, menimcha. Turgandan keyin hozir emas. Shela deyman hozir. Surxonda to'ylar so'rg'alar. Shela, masalan. Voy. Ya qo'y bora, sana qaraya. Nima qilganing bu? To'yda xotinim bilan ishidan shu. Qoray yo'qola. Seni xotiningmidi bu? Degan rangi o'xshaydimikan buni ham? To'g'ri turmaydi. Bu ikkovini qorong'ida topolmay ham qolarkanmiz. Topsa bo'ladi. Kulganda topib olaverasan. Ha. Qani katta bo'lmasa begillar, ha? Yaxshi. Shoshilma, shorbol polvon. Ana qani ketdik. O'ziga shart emas. Ha, daxlashdi yigitlar. Ketdik. Ha, sakrib. Qarshiylar bular. Ya barakalloh. Hey, mana joyga bir qiyg'ira qarshi cholamiz yigitga. Rahmat. Bolani ko'ryapsiz. Orqa badandan qon ham chiqdi. Lekin u 10 yil mehnat qilgan bu bola. Mehnatini samarasi sizlarga 5 daqiqada ko'rsatib boryapti. Mehnat halol deganlarda bir qarshi bo'lsin. Hop. Sizlar uchun yana